Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Minecraft lekin hozir sizlar tasavvur qilinglar, uyni sindirib qo'ydinglar. U videoda aytgandim, ko'rmaganlar ham bor. Uyinglarni olmoqchisizlar. Xo'sh, uni nimasi bor? Yechimi. Blokni pin kod qilib olasizlar. Buning uchun touch deganni bosasizlar va pink blokni bosasizlar. Короче-da. Shuni agar bossanglar, keyin blokni skanercha turadi. Uni bosasizlar, keyin blokni ustiga bossanglar, uni 100% qilib beradi. Shu bilan videomiz tugabdi. Stop, yana bir ikkita настройка bilaman. Chiqib bo'lmaydi da bu yerdan qaranglar, chiqib bo'lmaydi. Mayli, hammaga xayr.